Bugun shu Pragadagi Chexiya davlatining Pragadagi OBSE tashkilotining ofisining oldida shu aktivistlar bilan shu Qozog'istondagi o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga berib haqida shu miting o'tkazyapmiz, ya'ni piket o'tkazyapmiz. Shu o'tkazishdan asosiy maqsadimiz shuki, ularda qonuniy ravishda murojaat qilgan o'zbeklarni shu O'zbekistonga qaytarib bermaslik asosiy maqsad. O'zbekistonga borishligi bu ularda hayotiga xavf tug'dirishi bu turgan gap. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidan biror odam chiqdimi? Ulardan ishchi xodimlari chiqdi. Ularda asosiy direktori hozirga kelmaganligi munosabati bilan topshiradigan qog'ozlarni endi berib topshiramiz degan.